أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه قال: باب الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك الصلاة. أخبرنا مالك حدثنا زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بصر بن محجن. بني الديل يقال له بصر بن محجن عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى والرجل في مجلسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست رجلا مسلما؟ قال: بلى، ولكن قد كنت صليت في أهلي. صليت في أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. يصلي المكتوبة في بيته يعني öyle uzuqan bolsa, yak cemaatida o'qigan bolsa, thumma yudriku salata fil masjid أو مع الجماعة. محجن عن أبيه، بصر بن محجن عن أبيه، محجن ابن أبي المحجن وصحابة. والرجل في مجلسه، أشو محجن كان صحابة شو زه orunda oturavadı dedi cemaat katnaşmayı. Ondan ki muşa ahvalda özü uyda ya başka mescitte bir kıtım okup boğan perizni ikinci kıtım yani bir cemaat udul kep kalsa cemaat ile birlikte okusa birincisi periz buldu, ikincisi onun hakkında nepli oldu. Yerki perizdene bir salat uzun bu namazı tekbirde oldu mu? Tekbir şu demekçi. Bunu ezan da pataydı mı? Tekbirini. Ha. Yani burada ayrım turvasa öz vaxtıda Medine'nin etrafında Arabiler, Bedeviler, Müslüman bulmayan kabileler, müşrikli boğaçqa, bazılar Medine'ye kirib, mesela sosyal tıkılıp ya ümek olup kilip, toxtamış kitğahıl boğaçqa, ayrım turib qalsa namazı qatnaşmay, bu kafir oxşaydı deb qaldığahıl batdı. Ya kim onu bize kirib qalsa turduğu iş buluşu mümkün. Şu anda cemaat gibi xitib oxugani yaxshi. Esirdan keyin namaz o'qish bo'lmaydi. Esirdan o'qib ketmasa o'qib oladi ekan. Gapni safda undan keyin yana o'qisam net bo'ladi debdi. Bu vaqtda Hanifi mazhabdan demaydi. Shu sizlar kitobni o'qimay kelganligini kashisiz. Fadahta nafsak. أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلى صلاة المغرب أو الصبح ثم أدركهما فلا يعيد لهما غير ما قد صلاهما. أخبرنا مالك أخبرنا عفيف بن عمرو السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال: إني أصلي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ قال: نعم، صلي معه، ومن فعل ذلك فله مثل سهم جمع أو سهم جمع. قال محمد: وبهذا كله نأخذ، ونأخذ بقول ابن عمر رضي الله عنهما بقول ابن عمر رضي الله عنهما أيضا ألا نعيد صلاة المغرب والصبح. ألا نعيد صلاة المغرب والصبح لأن المغرب وتر، فلا ينبغي أن يصلي التطوع وترا ولا صلاة تطوع بعد الصبح. وكذلك الأسر عندنا هي بمنزلة المغرب والصبح، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. İbn Ömer radıyallahu anh'a 218'de Şam bilan Bagdadni o'qigan bo'lsa, keyin jamoatga qatnashib qolgan ahvol bo'lib qolsa, uni o'qimaydi deb ikkini istisno qiladi, shundami? Va Imom Muhammad rahmatullohi alayhi asrni qatdi bunga. Va kazalika al-asr indana hiya bi manzil mag'rib va subh. Chunki asrdan keyin tatavvu namoz o'qish yo'q bo'lg'achqa. Fala yanbaghi yusalli tatavvu vitran degani chunki nafl namozni taq o'qish yo'q. 2 rakatni o'qish bor, lekin taq o'qish yo'q. Alla nu'ida salatal mag'rib. Agar salatul mag'ribni qayta o'qib qolsa, takrar o'qib qolsa masalan, jamoat bilan 2 qatim endi o'qib qolgan taqdirda, 2 qatim o'qib qolgan taqdirda 1 rakat o'qib 4 rakat qilib o'tib bironqini yoki keyingini 3 rakatni jamoat bilan o'qib qolgandan keyin 1 rakat qilib 4 rakat qilib o'tadi deydi. Çünkü bu vitr namaz. Cübbulasan olmaydı degan. Agar taqdan ikkisi, mag'ribda ikkisi bo'lib qolsa, bu juplab qoldi.
Şuna birisini cümletken iken başta okuduğunu takalet kıp kıldı demekçi. Ebu Eyyub el-Ansari, Halid ibn Zeyd, bu mücahid sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem barlı gazatlar katnaşkan, ahiri Konstantiniyani fath qilishni umid qilib, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisini ko'zlab turib, jihad qilib, ahiri shu Konstantiniya atrofida yaqinlashgan chog'ida tushadi, vafot bo'lib, lekin Konstantiniyada yerlikda qo'yilgan vasiyat bilan. İstanbul'da qabrisi bor. Ve men fa'ala zalika falahu mithlu sahmi jam'in. Sahmi jam'in deganni ulamolar xil tahlil qilgan. Unda ravi shaklinib qoldi. Misli sahmi jam'in aw sahmi jam'in. Sahmi jam'adak yoki sahmi jam'i dedi deb shaklinib qoldi. Ikkisining ma'nosi o'xshash. Sahmi jam'in deganni ulamolar bir qancha xil tahlil qilib, g'animatdan bir kishilik o'ljaldiga ishbatsin ama bu anda jangga qatnashib, o'ljalab g'animatdan ikkisi o'ljagandek bunda savob bo'ldi, ikki kishilik savob bo'ldi degandek tushunganlar bor. Chunki jama deganni odatda jaysh deb izohlash bor arabchada. Sayuhzamul jam'u va yuvalluna ad-dubur. Sayuhzamul jam' yani sayuhzamul jaysh. Sahmul jaysh degan ma'noda mujohid olgan aslida ikkisi degan ma'noda yoki shuni birisi degan ma'noda yoki jamoat bilan o'qiganlikning fazilatiga qarta ajri bor degan ma'noda. Jamoa yani jamoa demakchi. Baştaki namazın çok güzel olduğunu, imam mescid namazı ben bu şu namazın bir her zaman kayıt olsan hizmet saatte şekillere kayıt kılıp okumamız şu bronx hesaplıyorlar ya ki baştaki. Ya bronx hesaplıyor. Çünkü bronx okuşulan o geldiğini saklı yapıldı. Farz adavlı yapıldı. İkincisi art. Ne? Hoş. Babur raculi tahduruhu salatu ve ta'amu bi eyyihima yebda'u. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرب إليه الطعام فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي منه حاجته. قال محمد لا نرى بهذا بعثا ولا نحب ألا تتوخى تلك الساعة. أن تتوخى تلك الساعة بالشكل. أن تتوخى تلك الساعة. Aksine maksat kan buluşu mümkün. Tezrek vaktini kezmesini yapılmalı. İbn Ömer radıyallahu anh tamak kep kalgan bolsa, tekbir düşürüldü. İmam farzga turib bo'lgan bo'lsa, tamakni yeyitib, undan keyin aldırmay namoz o'qiydi. Yetişe alsa, imam o'lgirib o'qiydi. Yetishmasa, o'zi yolg'iz o'qiydi demak. Bu hamda ulamoning deyishicha, agar vaqt kang tasha bo'lsa, tamakni yapılab undaki o'qisimi namozni vaqti ketmaydigan bo'lsa, shunday qiladi. Agar vaqti chiqib qolgan bo'lsa, namozni o'qitib, undan tamoq yeydi. Yana biri agar qo'stoq tamoq yeyishga ehtiyoj yo'q holat bo'lib qolsa, namozni boshida o'qiydi. Qo'saq och, tamoq yemay namozni turib qolsa, tamoqni o'ylab qolgan bo'lsa, o'chadan tamoqni yeyib, xotirjam holatda undan namoz o'qiydi. İmam Muhammed rahmetullahi alayhi ana shunda qo'sqa och, vaqt azod chaqda tamoqni boshlayib, undan keyin namoz o'qisimi mayli deymiz. İbn Ömer'dan endi rivoyat keldi. Va la nuhibbu alla tutawakha tilka as-sa'a. An tutawakha desakmi to'g'ri chiqadi. Va nuhibbu alla tutawakha tilka as-sa'a. Desakmi to'g'ri chiqadi. Tamoqni shu chaqqa uzullab tayyor qilishni ancha yoqtirmaymiz. Tamoqni sal ilgari shu, sal keyin shu. Dal shu namozni takbir tushirgan chaqqa uzullab dasqan tayyor qilishni yaxshi emas demakchi. Alla tutawakha desak, kim bo'ldi? Udullasang bo'lmaydi deb ketmaymiz. An tutawakha desak, uni udullab bunda tamoqda yaqinma degan bo'ldi. Alla tutawakha desanglar, udullasang bo'lmaydi deb ketmaydi. Udul kep qasmaydi. باب فضل العصر والصلاة بعد العصر. أخبرنا مالك أخبرني الزهري عن الساعد بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب المنكدر بن عبد الله في الركعتين بعد العصر. قال محمد وبهذا نأخذ لا صلاة تطوع بعد العصر وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. بعد العصر يعني عصر namazda صلاة الوسطى deb qaraymiz arjahul aqvalda. Ana shu asrdan keyin nafl namoz o'qsang bo'lmaydi deganlik tilla asr namozining fazilati chiqib bo'ladi. Oldida masalan nafl o'qsang bo'ldi, lekin asrning farzini o'qib bo'lgandan keyin nafl namoz o'qimaysa, mush vaqtda degan ekan, mush namozga xos belgilaylik vaqt.
asr namozini fazilat chiqdi. أخبرنا مالك أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الذي تفوته العصر كأنما وتر أهله وماله. Albatta qasddan qo'ldan ketib qolsa deymiz. Asr namozini qasddan qo'ldan ketkizib qo'ygan kishi ka'annama wutira ahlahu va malahu. Xuddi balchaqlardan va butun iqtisodidan ayrilib qolgan kishidek. Wutira ala ko'rib ketgan zoya bo'lgan. Valan yatirakum a'malakum. Ana bu qasddan dedik. Lekin bu hadislardan qasddan ya unutib qolib bo'lsa-mo, degan ehtimollik bor. Lekin bu hadisni Ibn Umardan mavquf holatda rivoyat qildi. Amaliyotda buni Shayxon Sahihda muttasil musnad rivoyat qilgan. Xo'sh. باب وقت الجمعة وما يستحب من الطيب والدهان. أخبرنا مالك أخبرني عمي أبو سهيل مالك عن أبيه قال كنت أرى تنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشيت تنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الصلاة يوم الجمعة ثم يرجع بعد الصلاة فنقيل قائلة الدحاء. دهان يعني مايلاش. عمي أبو سهيل اسمه نافع bu İmam Malik'nin tağısı. Anı müşahidisine İmam Malik Hazreti Ömer Cuma namazını gün tıklaşken çağda okuydu dep qarıgan bazı alimlarga raddiya verish uchun ekan. Yani Cuma kundilar gün tıklaşken çağda ruxsatga ulamalar batgo. Mesela Abu Yusuf, İmam Şafii'dek. Şularga raddiya verish uchun ekan. Hazreti Ömer say rasmi matarifga jay namoziga tushgandan keyin uningkin Jumaga chiqibdi degan, yani kun qayrilib bo'lgandan keyin undan Jumaga chiqibdi demoqchi. Al-Masjidun Nabawi fa nuqilu tush vaqtida aram olib demoqchi. Qaylula qilib ad-duha tush peshin. أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يروح إلى الجمعة إلا وهو مدهن متتلب إلا أن يكون محرما. Yuqori hadisda tinfisa yoki tinfasa desak bo'ldi. Bu bir mahmal jaymazdek bir narsa. Xalosdek. Muddahinun mutatayyibun. Atir xushbiroq shiltib o'zini maylab chiqdi. Agar ihrom bog'lagan holat bo'lib qolsa, cheklangan bo'g'ochqa xushbiroq ishlatmaydi. أخبرنا مالك أخبرنا الزهري عن الساعد بن يزيد أن عثمان بن عفان زاد النداء الثالث يوم الجمعة قال محمد وبهذا كله نأخذ والنداء الثالث الذي زيد والنداء الأول وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Nida thalis 3-chi azon ya 3-chi chaqiriq desak bu ortiq bo'lashiyatini 3-chi lekin tartibda 1-chi. Dastlab qilib chiqadigan azon shu ortiq Hazrat Osmon paydo qilgan azon shu. Ikkinchi azon Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vaqtida, Abu Bakrning vaqtida, Umarning vaqtida bor. Birdan-bir azon shu. Tartib jihatdan 3-chisi namozga takbir tushirishdan iborat. Yani bu shu bir namazga 2 azon to'lash aslida bomdatda bash Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonida. Jumada bo'lmasa bomdatda bor. Yani bu shahar kengayib ehtiyoj bo'lgan bo'g'ochqa Hazrat Osmon radhiyallohu anhu zo'rildab qarab sahobaning huzurida ijmo sukuti shakllanib yo'l qo'ygan. Lekin bu sunnatul xulafa'ir roshidin bo'ldi. Alaykum bi sunnati va sunnatul xulafa'ir roshidin al-mahdiyyin min ba'di degan bo'g'ochqa bu mo yo'lliq ish bo'ladi. Yani bidat bo'lmaydi. باب القراءة في صلاة الجمعة وما يستحب من الصمت. سكوت تمشي. أخبرنا مالك حدثنا دمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ما كانوا يقرأ رضي الله عنهم دسلام شو ليلن صحابة نعمان بشير ضحاك المس صحابة رضي الله عنهم ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثر سورة الجمعة يوم الجمعة فقال كان يقرأ به هل أتاك حديث الغاشية. أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك أنهم كانوا زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر رضي الله عنه فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذن
قال ثعلبة رضي الله عنه جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذن وقام عمر سكتنا فلم يتكلم أحد منا. ثعلبة ابن أبي مالك مو رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رواية كان صحابة ديلدو جلسنا نتحدث دegine azan to'layotgan chog'da biz paranglashib o'tirdik. Diniy masalalarda azanga ijobat qilgach paranglashib o'tirgan bo'lishi mumkin. أخبرنا مالك حدثنا الزهري قال خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. Yani خروج الإمام يقطع الصلاة. İmam şunda minberge chiqqandikilar namozga turmaymiz. Yani namozga quloq qiqishni shu chog'da bildiramiz. Ammo namoz o'qiyotgan bo'lib qolsa, chaqqarroq o'qib yurishtirdi. Va kalamuhu yaqta'ul kalam. Xutbani boshlagan vaqtida hammadan gap so'zlarini to'xtatib jim o'tirmaymiz. أخبرنا مالك أخبرنا أبو الندر عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحز مثل ما للسامع المنصت. مالك بن أبي عامر إمام مالك بن شوندادسي فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للسامع المنصت. يا gaskachilikdan yoki jiroq o'tag'anlikdan anlamay qolgan kishi, ama bu quloq silib jim o'tasa, anglasa jim o'tasa, quloq silib anglagan kishi bilan o'xshash ezib berildi dedi. Albatta, xutba so'zlayotgan chog'da so'z qilish jumhur ulamolarining nazarida harom. Az bir qism ulamolar makruh deb qaraydi. مثل إمام شافعي وداود الزهري. أخبرنا مالك أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت والإمام يخطب. إمام so'zlayotgan chog'da yaningdagi jamoatdan birasiga jim o'tda quloq sol deb qolsang, sen lag'v qilgan bo'lsan. Lag'v deganning ma'nosi nima desa, bu behuda gap so'z deyishi mumkin yoki jumaning fazilati ya ajrini, savobini bekor qilayotgan bo'lsa deyishi mumkin. Yani lag'o degan amaldan qoldi deb bekor qilayotdi degan ma'noda. Alg'aynal haz masalan, nulg'il haz desak, bilatni shu vaqtda ma'nodan amaldan qoldirib boshqa qilamiz. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم بن محمد رأى في قميصه دما والإمام على المنبر يوم الجمعة فنزع قميصه فودعه. يعني نماز için zörülüş olğaçqa zörülüşni qilgan. Hozir mana bu jumaning ilgari o'qilgan masjidda Qur'onlar Yo, joiz, sunnat bidat demaymiz. Joiz. Mana ilgari zikr qilib o'tsin, boshqa bilan shug'ullansa bo'ldi, Qur'on o'qib باب صلاة العيدين وأمر الخطبة. أخبرنا مالك أخبرنا الزهري عن أبي عبيدة مولى عبد الرحمن قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى ثم انصرف فخطب فقال إن هذين اليومين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما أحدهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون من لحوم نسككم. قال ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له. فقال ثم شهدت العيد مع علي رضي الله عنه وعثمان محصور رضي الله عنه فصلى ثم انصرف فخطب. عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن وعبد الرحمن صحابة عبد الرحمن ابن عوف'ның jiyani. Luhumi nusukikum, luhumi udhiyatikum demakchi. Qurbonlik malni nusuk deb ataydi. Shahidul Aida ma Uthman ibn Affan radhiyallohu anhu, ya'ni shu xalifa chog'da Eid namozni Hazrat Usmon iqtido qilib o'qandim. Buni qala degani Abu Ubayd. Aydan ikki jam bo'lib qoldi degani juma namozi bilan Eid namozidan demakchi. Juma kuni bilan Eid kuni. Faman ahabba min ahli al-aliya, aliya Madinaninki 2,5 mil jiroqlikka atrofidagi ustun mahalla. Aliya aholisidan xohlaganlar juma qadar saqlab juma o'qib ketsin, xohlaganlar hozir chiqib ketsin, bu juma o'qimisin bo'ldi deb ruxsat qildi.
Yani bunda hazır ruhsat Medine ahalisinden başka şahının sırtıdan kelganligiga qilingan ruhsat. Medine ahalisiga ruhsat qilmadi. Nima uchun degan chaqda shaharning sirtidagiga aslida juma vojib emasdi. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة وذكر أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه كانا يصنعان ذلك. Demek xutba namazın kim buldu? قال محمد وبهذا نأخذ إنما رخص عثمان رضي الله عنه في الجمعة لأهل العالية لأنهم ليسوا من أهل مصر وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Nolga cuma Mısır yani şehir ahalisiga vojib bo'ldi. La jum'ata va la tashriqa va la adha illa fi Misrning jama'da bir rivoyat qildi ixtiyorda. Na bo'g'achqa ahli aliyaga ijozat bergan. Nolga musha Hazrat Osmonning ahli aliyaga ijozat bergani Hanifi mazhabning shu Misr ahalisiga vojib bo'ldi deganning bir dalili bo'ldi. Yuqoridagi Ibn Shahab az-Zuhri rivoyat qilgan 233 hadisni Imom Malik bu yerda mursal rivoyat qildi. Ibn Shihab udul anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam boshlab ketdi-ku. Mursal rivoyat qilgan Shaykhan Sayyinda muttasil marfu rivoyat qilgan. Xo'sh. باب صلاة التطوع قبل العيد أو بعده. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. Namaz o'qimaydi. Lekin bu namozgohdagi gap. Namozgohda namozdan ilgari ya namozdan keyin o'qish. Shu chiqib Eid namozlarni o'qiydi deng. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يصلي قبل أن يغدو 4 ركعات. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر من فقهاء المدينة السبعة. Bu Eid namazı chiqishdan ilgari 4 rakat o'qiydi. Yani uyda o'qiydi deng. Lekin Eid namoz o'qiydigan Eidgohda o'qiydi deng gap yo'q. قال محمد لا صلاة قبل صلاة العيد وأما بعدها فإن شئت صليت وإن شئت لم تصلي وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. La salata qabla salati degan ikki ehtimol bor. Eid namozidan ilgari o'qisang zot bo'lmaydi, harom degandek mazmun chiqishi mumkin yoki sunnat emas degan mazmun chiqishi mumkin. La salata sunnah qabla al-Eid. Ammo Eid namozidan keyin xohlasang o'qiysa namozgohda olsun, uyda olsun, xohlasang o'qiysa, xohlasang o'qimaysa deydi. Bu hamda dalilsiz degandek gap bo'lib qoldi shuni, ammo lekin amaliyotda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam salla ba'dal Eid fi baytihi rak'atayn deb rivoyat kelgan bo'g'achqa ixtiyoriy qo'yib bergan. Lekin namozgohda Rasululloh o'qimaganlar. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha 2 rakat o'qig'ini salatu duha bo'lishi mumkin. Chunki shu chaqda chashka vaqti bo'lgan bo'g'achqa. Eid namozi ilgari shu namoz o'qimayman desa, shu chaqda balki Eid namozi o'qig'icha orliq namoz o'qish shaklangan vaqt bo'lishi mumkin. Ko'pincha ehtimolda. Agar sal kechiktirib qolsa, namoz o'qish ruxsat qilingan vaqt bo'ldi. Kechiktirmasa, shu chashka vaqti kirishi bilan Eid namozini o'qiydi. باب القراءة في صلاة العيدين. أخبرنا مالك حدثنا دمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى أو الفطر؟ قال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. Cumhur ulamolar sabbih isma bilan al-atakini o'qiydi deb qaragan. Hadislar orqali kelgan bo'g'achqa. Ana Hazrat Umar radhiyallohu anhu Abu Waqid al-Laythi radhiyallohu anhudan bu sahaba so'rishi nima uchun desa, balki buni bilamdi bilmamdi sinab baqish uchun so'rgan bo'lishi mumkin. Yoki shu so'rindikilga bildirib qo'yish uchun so'rgan bo'lishi mumkin. Yoki o'zi unutib qolganlikdan eslash uchun so'rgan bo'lishi mumkin. Mahsur qamalib qolgan chaqda uyga so'linib qoldi emasmi? To'polonchilar inqilob qilib kelgan chaqda uyga qamalib qolgan. باب التكبير في العيدين. أخبرنا مالك أخبرنا نافع قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة رضي الله عنه فكبر في الأولى ب7 تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة ب5 تكبيرات قبل القراءة. مع أبي هريرة يعني أبو هريرة رضي الله عنه اقتداء قلب Eid namozlarini o'qigandim, Eid namozida qatnashgandim demoqchi. قال محمد اختلف الناس في التكبير في العيدين فما أخذت به فهو حسن وأفضل ذلك عندنا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه
أنه كان يكبر في كل عيد 9 5 و4 فيهن تكبيرة الافتتاح تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع ويوالي بين القراءتين ويؤخرها في الأولى ويقدمها في الثانية وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Yukarıda Şafii mezhep boyunca birinci rekatta 7 tekbir, ikinci rekatta 5 tekbir dediği şu rivayetine kelgandan keyin İmam Muhammad rahmetullahi alayhi rivayet arqılı keldi. Qaysini tutsan bularda bu joizligida ixtilof yo'q, lekin afzallikka kelsak biz Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan kelgan usul bo'yicha o'qishni afzal deb qaraymiz. Buningda har bir ayet namozda 9 tekbir var. Birinci rekatta 5, ikinci rekatta 4. Ay 5-4 ning ichida takbiratul iftitah bilan takbiratul ruku bor. Undan ekan birinci rekatta takbiratul iftitah, takbiratul ruku asl namozda ba takbir. Ortiqi 3. Shuning bilan 5 bo'ldi. Va yuali baynal qiraatayn. Birinci rekat qiraatla ikinci rekat qiraatni aqaqni ulaydi deydi. Qanday ulaydi? Va yuakhiruha fil ula va yuqaddimuha fil thaniya. Yuakhiruha fil ula degani qiraatni eng oxirga tortib, takbirat-ı zavatni boshda aytib, qiraatni keyin o'qib, ana takbirat ruku qiladi. Ana ikinci rekatda takbiratni eng oxirga tortib, qiraatni boshda o'qiydi. Shundan qiraat oxirga ulashgan bo'ldi demakchi. İmam Abu Hanife rahmetullahi alayhi'nin qarşımı şu. Ondan keyin birinci rekatta 3 tekbir ortiq, takbiratul iftitah bilan takbiratul ruku asli ba tekbir 5 oldu. İkinci rekatta ortiq tekbir 3, dördüncü tekbir takbiratul ruku. Xo'sh. باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم كثروا من القابلة ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة وكثروا فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم البارحة فلم يمنعني أن أخرج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم وذلك في رمضان. Ana şu rivayette Ramazan ayında keçide o'qiladigan namozning fazilati bayon qilindi. Ya'ni tarovih namozi desak bo'ldi, ya keçide o'qiladigan tahajjud namozi desak bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ramazonning oxirgi kunlarida 23-kechasi masjidga chiqib, bo'rini bunda tiklab qo'yib, tiklagandan keyin bunda to'saq bo'ldi, doktorning to'siqidek. Bunda namoz o'qigan. O'qigandan keyin ba'zi kishilar kelib iqtido qildi. Ikkinchi kechasi 24-kechasi chiqibdi, yana sal avdi. 3-kechasi taxmijiq avib, 4-kechasi masjidga patmaydigan bo'lib ketdi. Bo'lib ketgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keyin chiqmadi. Çıkmay sizlarning namozga resmanliklaringlarni, namozga shunda qo'ldan bermasga tirishganligingni ko'rdim, lekin sizlar farz bo'lib ketishdan ansirab men chiqmagandim degan. Undan keyin mushuningdan qarasak aslida davomlashishga ishdi bu. Lekin bir ansirash bo'lg'achqa davomlashmadi. Undan keyin amaliy davomlashish bo'lmagan bo'lsa-mu, hukmiy davomlashish bor deydi. Amaliy davomlashish bo'lmasa-mu, hukman davomlashganning hukmida deymiz. Undan keyin mushuningdan tarovihning sunnat ekanligi chiqdi. Sunnat muakkad ekanligi. Ay bir amalni izchil davomlashtirgan bo'lsa, sunnat bo'ldi-ku, sunnat muakkada. Undan keyin jumhur ulamolarining to'rt mazhab asosan to'rt mazhab ulamolarininki tarovih namozini sunnat muakkada degani mishadan kelgan. Nima uchun ansirgan desa, ya kishilar bundan keyin izchil o'qigan, masjidda jamoat qilib o'qigan bu farz namoz, vojib namoz deb tushunib qolmaslik uchun shunda ansirgan bo'lishi mumkin. Yoki shunda o'qib, mansa Alloh taolo farz qilibdimi agar davomlashib qolsa degan bir uqtirishni qilgan bo'lsa Rasulullohga, uningda ansirgan bo'lishi mumkin. Chunki hamda ashna imom bilan jamoat qilib bunda izchil o'qiydigan namozlar odatda farz namoz bo'ldi. Shu farz bo'lib qolishdan ansirgan demakchi. Al-bariha al-laylatul madiyah. أخبرنا مالك حدثنا سعيد المقبري عن أبي سلمة مقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه تابعي عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان
قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 قالت فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة عيناي تنامان ولا ينام قلبي. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة bu غالبا demiş. İzcilemez. Galiben. Köpünce ahvalda şundattı. Lekin bazı çağda 13 rekat, 15 rekat oku ahval ba. Bazı 9 rekat oku ahval ba. Lekin köpünce muşunda okuydu deydi. Aynaya tanamani ve la yanamu kalbi. Kuzam uxlagani bilan dilim uxlamaydi. Kuzam narsani ko'rmaslik mumkin. Lekin dilim o'g'ib turdi chunki menga kechida uxlagan chog'dimi vahiy kelib turdi. Vahiyni qabul qilish uchun dil o'g'ib turish lozim. Shunga payg'ambarlarning aloyligi. أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب الناس في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه على ذلك. Yuqorqi hadisda faqultu ya Rasululloh atanam qabla an tutir degan mushu savoldan Hazrat Aisha radhiyallohu anha uxlashdan burun vitr o'qishni biladiganligi, vitr o'qimay uxlashni unda o'zining bilmaydiganligini esqilib bo'ldi. Ya'ni asli qoida xuddi vitr o'qitib uxlash deganday. Shuni Rasulullohdan hayron qilib so'ragan yeri shu. Ama 240 hadisda min g'ayri an ya'mura bi azimatin, yani keskin buyruq qilmay, vojib tariqasida buyurmasdan targ'ib qildi. Fazilati bor, savob ko'rishlar deb. Man qama ramadana imanan va ihtisaban. Ihtisab degan Alloh taolodan savob berildi deb savob hisoblab qilish. Imanan ashun haq ekanligi, fazilati borligiga ishongan yoki imanan billah, Allohga ishongan holda desak bo'ldi. Riya qilmagan, bu ishning aslitiga iymondan kelgan bo'lgan holatda shunda kechida taat ibodat qilsa, namoz namamasa, man qama degan qama bit ta'a. Namoz maqsad qilgan bo'lishi mumkin, namoz o'qisa degan ma'noda. Fatufiya nabiy sallallohu alayhi vasallam va amru ala dalik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lib ketgan chaqda ahvol shunda qolib qolgan deb. Ya'ni bir imomga jamlanib o'qish yo'qdi. Rasululloh 3-4 kun chiqib to'xtab qoldi-ku. Bir imomga jamlanma, hammadan o'zalda o'qiydigan holat bordi deydi. Abu Bakrning davrida shunda davomlashdi, keyin Hazrat Umarning xilofat davrida bir muddat shunda davomlashdi. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه خرج مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر والله إني لأظنني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعه على أبي بن كعب قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون فيها يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. فإذا الناس أوزاع. Şuna çıkıp qarasa kişiler ya beyagi çeçilip tuğan halatta cemaat olab ya beyada toplus namazı qılayotgan. Fayusalli bi salati raht. Birisi imam bo'lsa 5-6 aylan, 5 aylan raht degan 3dan 10 qadar kishini ko'rsatdi. Shunda ixtilaf qilib namoz o'qiyotgan. Shunlar bularni hammani bir imomga ixtilaf qilib bir jamoat qilaversam bu yaxshi bo'lg'dak. Lakan amtal. Eng ideal Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qilgan eng yaqin bo'ldi ekan. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3-4 kecha Rasululloh imom bo'lib boshqa sahobalar ixtilaf qilib bir imomga jam bo'lgan holatda o'qidigo Rasulullohning qilgan eng yaqin bo'ldi ekan deb o'yladi. Faqala na'imatul bid'atu hadihi. Bid'at lug'at ma'nosida bid'at, ya'ni bu ajab yaxshi yangilik bo'ldi. Thumma azama degan keskin qaror qildi degan ma'noda. Fajama'ahum ala Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu
sahabaning sizga eng mahir qari edi. Hadisda ya ummul qawm aqra'uhum li kitabillah dedi. Aqra'us sahaba Ubay ibn Ka'b'da. Nonikin shu hadisga asosan Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu imom qilib, butun jamoatni bir jamoat qildi. Albatta Hazrat Umarning erlagi shunda Ubay ibn Ka'bni imom qilib, ayollarga Tamim ad-Dari radhiyallohu anhu imom qilgan rivoyatlar bor. Summa kharajtu ma'ahu laylatan ukhra. Endi Hazrat Umar bilan bu xizmatchisi yana bir kech chiqdi. Endi mushu birinchi kecha chiqqani, keyin ikkinchi kecha chiqqandan nimani tushuna olmaymiz? Hazrat Umar masjidga jamoat namoziga taravih qatnashmagan. Tushunami? Qatnashmagan. Va an-nas yusalluna bi salati qarihim. Ash Ubay ibn Ka'bga radhiyallohu anhu iqtido qilib namoz o'qitib kelgan chiqsa. Ham nima uchun qatnashmagansa Hazrat Umar ma hadisin oxirida dedigo vallati yanamun anha afdal. Bular uxlagancha hozirgi vaqtdan afzalda. Hozir o'qimay buni kechiktirib o'qigan bo'lsa yaxshi-da. Ya'ni Hazrat Umar taravihni kechiktirib o'qigan afzal deb qarag'achqa, ham uyda o'qishmi bir tarafdan afzal deb qarag'achqa uyda o'qigan. Tahajjud, taravih, qiyamul layl bo'lsa. Shu biz ixtiyorda taravihni masjidda o'qish yo uyda o'qish degan masalada ba'zi ulamolar uyda o'qish afzal deb qaraydi, dedi-ku. Hazrat Umarning misga asoslangan bo'lishi mumkin. Nima uchun esa uyda o'qigan namoz riyodan xoli bo'ldi. قال محمد وبهذا كله نأخذ لا بأس بالصلاة في شهر رمضان أن يصلي الناس تطوعا بإمام لأن المسلمين قد اجمعوا على ذلك ورأوه حسنا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. رمضان farz namozdan boshqa jamoat ulab mushu nafl namozni bir imom iqtido qilib jamoat ulab o'qisa mayli deymiz. Chunki musulmonlar ashunga ijmo qilgan. Hazrat Umarning zamonida ashab-ı kiramlar, tabiinlar bachaqda ijmo qildi-ku. Ijmo qildi va toki bugunga qadar har davrdagi musulmonlar ijmo qilib keldi. Hozir qadar shunda o'qiladi. Va ra'uhu hasanan. Ash ilgirki davrdagi salaf solihlar buni yaxshi ish deb qardi. Na'imatul bid'atu dedi-ku, yaxshi deb qardi. Hazrat Umar va shu chaqdagi sahoba kiramlar va har davrdagi ulamolar yaxshi deb qardi. Va qad ruya an nabiy sallallohu alayhi vasallam annahu qala ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa 'indallohi hasan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday rivoyat qilindi dedi. Amaliyotda bu hadis mutaxassislari tekshirib ang'ir bu Rasulullah'dan rivoyat qilingani ojiz, lekin Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu degan so'z deb mavquf holatda hasan ya sahih darajada kelgan rivoyat deb muayyallashtirgan. Ba'zi ulamolar al-muslimun, ma'ra'ahul muslimun deganni, al-muslimun degan so'zni qanday musulmonlar desa, musulmonlarning ahli ilmlari, mujtahid olimlari deb tafsir qilsa, ba'zilar sahoba kiramlar deb izohlagan. Ya'ni sahoba kiramlar yaxshi deb qaragan ish yaxshi. Nima uchun esa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan kelgan mushu rivoyatda bu uzroq rivoyatning bir qismi. Bunda Alloh taolo bandalarning qalblariga qarab, sahoba kiramlarning qalblari eng saf bo'lg'achqa, buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sahoba nima qilishga tanlagan deb sahoba kiramlar haqida to'xtalgan hadis bo'lg'achqa, ayg'ini ma'ra'ahul muslimuna hasanan deb kelgan bo'lg'achqa, al-muslimundan shal maqsad sahoba kiramlar deb tushungan. Xo'sh. باب القنوت في صلاة الفجر. أخبرنا مالك عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يقنط في الصبح. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Elbette İmam Ebu Hanife Müslümanların beşiğe ig'ir kunlar, balay afatlar, düşmanning tajovuzchiligi kep qolgan taqdirda bamdat olsun, boshqa to'rt namoz olsun, nazila bo'lganlikdan qunut qilsa bo'ldi deb qaraydi. Bunda ixtilof yo'q. Ya'da bamdatda qunut bo'lmaydi deydi, biz shuni tutimiz degandek bu muqammalat izchil bamdatda qunut o'qish yo'q deb qaraymiz. Lekin navazil uchun qunut o'qish bor. Bunda hamma ulamolar ittifoq. Lekin ixtilof bo'lg'ini navazil bo'lmay, odatdagi ahvolda 5 namozning birisida izchil qunut o'qitmoqda ixtilof bor.
Shafiy mazhabidagi bomdatdi deydi. Boshqalar uni unutmaydi. O'shayish bo'lsinmi? Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.